Assalomu alaykum. Masallig'i arzon, ko'rinishi va mazasi qimmat bo'lgan o'zgacha juda ham mazali kabob tayyorlashni ko'rsataman. Birinchi bo'lib tovuq filesini maydalab olib, so'ng bulg'or qalampiri, piyoz hamda 2 dona sarimsoq piyozni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Ko'katlardan kashin barglari, ziravorlardan quritilgan sarimsoq piyoz, paprika, kashin churug'i hamda tuz solib, qiymani yaxshilab urib olamiz. Tayyor qiymani rulet qilib o'rash uchun kabachkini sabzavot tayyorganda videoda ko'rsatilgandek qilib kesib tayyorlab olamiz. O'rtasi uvol bo'lmasi uchun to'g'rab pishirib olamiz. Xuddi ko'rib turganingizdek kabachkining ustiga qiymani yoyib, rulet qilib o'rab, birinchi cherry pomidor, so'ng kabachkilarni tiqib siqilib olamiz. Ikkita chetiga pomidor qo'yilish sababi ruletlarni siqib yaxshi ushlab turadi. Boyiga ortgan kabachki qo'ziqorinlar ustiga paprika, quritilgan chesnok, tuz hamda yog' solib aralashtirib tayyorlab olamiz. Ortgan qiyma uvol bo'lmasligi uchun qo'ziqorinni o'rtasiga qo'yib, sabzavotlar bilan siqlab, buni ham pishirib oldik. Juda ham mazali chiqdi. Kaboblarni xo'raga qo'yib, sabzavotlar uchun tayyorlangan marinadni ustidan surtib, to'rtta tomonni qizartirib pishirib olamiz. Sabzavotli bo'lgani uchun juda ham suvli bo'lib chiqadi. Yeganingizda mazaliligidan qanaqa go'shtligini ham bilolmay qolasiz. Tayyorlash juda ham oson. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Videoni saqlab qo'yishni unutmanglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga jo'natib, like bossanglar xursand bo'laman.